Diqqat, qidiruv. Men dunyodagi eng baxtli, omadli va qalbi mehr-muhabbatga to'la insonni qidiryapman. Adashmasam topdim. Inshaalloh u hozir mening yozganimni mehr to'la ko'zlari bilan o'qimoqda. Ey kulib turgan ko'zlar egasi, doimo shunday kulib yuring. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Chiroy, yoshlik va sog'lik abadiy bo'lsin. O'tayotgan har bir kuningiz va bugungi kuningizni Alloh xayrli qilsin. Qadrdonim, agar bilib bilmay qilgan ishim yoki aytgan gapim bilan dilingizni og'ritgan bo'lsam, chin dildan pushaymondaman. Iltimos, kechiring. Bu muborak kunlarda siz va bizdan oqibat ko'tarilmasin. Amin. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh nasib qilsa. Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomi muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch ato etsin. Qalbingizni Alloh, tilingizni bismilloh, dilingizni iymon, qo'llaringizni Qur'on hech qachon tark etmasin. Hayotingiz davomida sizga Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati, iymon halovati, til salovati, aql shijoati, oxirat farog'ati, sabr qanoati, baxt saodati, tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin. Sizni va yaqinlaringizni kirib kelayotgan muborak ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz.